Huquqni muhofaza qilish akademiyasida Markaziy Osiyo sun'iy intellekt assotsiatsiyasi bilan hamkorlikda anjuman o'tkazildi. Ahamiyatlisi ushbu tadbir aynan huquqni muhofaza qilishda sun'iy intellektdan foydalanish mavzusiga bag'ishlanib, bir qator muhim takliflar o'rtaga tashlandi. Xo'sh, endi tizimda qanday o'zgarishlar bo'ladi? Jarayonlarda ishtirok etgan muxbirimiz mavzuni davom ettiradi. Bundan bir necha yil oldin Gollivud filmlaridan birining bosh qahramoni suratga olish ishlari davomida to'satdan vafot etgandi. Rejissyor esa filmni yangi aktyor bilan boshqatdan suratga olish o'rniga marhum aktyorning qiyofasini kompyuter grafikasi asosida qayta jonlantirdi. O'shanda kino olamidagi katta yangilik sifatida qaralgan mazkur holat bugun deyarli hech kimni hayratga solmaydi. Negaki sun'iy intellekt orqali endi oddiy odamlar ham bir necha soniyalar ichida istalgan mashhur insonning qiyofasini klonlashtirishi, uni rasm yoki video holatiga keltira olishi mumkin. 21-asrning eng zamonaviy texnologiyasi hisoblangan sun'iy intellektdan O'zbekistonda endi huquqni muhofaza qiluvchi organlar faoliyatida foydalaniladi. Bundan tashqari endi shubhali shaxslarning yuzini tezkor aniqlash maqsadida video kuzatuvlar tizimida ham sun'iy intellektdan foydalanish yo'lga qo'yiladi. Kelgusida huquqni muhofaza qilish yo'nalishida aynan sun'iy intellektdan foydalanish bo'yicha malakali mutaxassislarni tayyorlash maqsad qilinmoqda. Buning uchun endi huquqni muhofaza qilish akademiyasi negizida kompetensiyalar markazi tashkil etiladi. Ya'ni huquqni muhofaza qilish sohasida sun'iy intellektni qo'llash bo'yicha rivojlangan davlatlar bu birinchi AQSh bo'lsa, ikkinchi Xitoy, uchinchi Indiya bo'lsa, Yevropa ittifoqi, ularda ham katta tajriba bor. Bularni chuqur o'rganish kerak. Bu o'sha kompetensiya markazini tuzishda assotsiatsiya sizga har tomonlama ko'maklashishga tayyor. Davra suhbati davomida Markaziy Osiyo sun'iy intellekt assotsiatsiyasi, Kriminologiya tadqiqot instituti hamda huquqni muhofaza qilish akademiyasi o'rtasida hamkorlik memorandumi imzolandi. Ushbu memorandumlarni imzolanishi biz uchun muhim qadam hisoblanadi. Bu hamkorlik orqali yangi ilmiy ishlanmalar, tajribalar va amaliy ko'nikmalarni almashish imkoniyati yaratiladi. Ma'lumki, o'tgan yili davlatimiz rahbari tashabbusi bilan O'zbekistonda sun'iy intellekt texnologiyalarini 2030-yilga qadar rivojlantirish strategiyasi ishlab chiqilgandi. Bugungi davra yig'ilishida aytilgan loyihalarning barchasi ushbu strategiya asosida amaliyotga tatbiq etilishi reja qilinmoqda. Murod Berdiyev, Davron Mirahmedov, Abdulahad Abduvahobov, Hudud informatsion dasturi uchun.